Assalomu alaykum. Hurmatli bolasi unduk xonamiz keldi. Hozir gaplashyapmiz. Sherik Andijondan dostavka qildik. Ikkala xolasi mana oldik. Keyin holati bitta jo'jasiniki ham bor. Tuleydiki ham bor, mana ular tuleydiki. Katta. Ular jo'janiki kichkinaroq. Mana shu yerda g'olab qo'yamiz. Inkubatorga tayyorlaymiz. O'zi mana tulaydikilarni alohida qilib olyapmiz. Bitta joy tashab qo'yib chiqaramiz. Katta-kattalarini olamiz. Mana bitta 6 ta bo'ldi. Endi mayda chudalarni ham o'rtalariga tiqamiz. Shu jo'janing tuxumlarini ham o'rtalariga qo'yib chiqamiz endi. Bularni joyliq taxlab qo'ysak, qolasa bittaga bularni bostiramiz. Bo'ldi. Hozir endi burchakka olib qo'yamiz. Tunashga olib qo'ydik. Endi xudo xolasa ertaga termoregulyatorimiz kelsa, inkubatorimiz gulab tuxumlarni qo'yib beramiz. Biz ertaga yana yangi videomiz chiqadi. Videoga like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa bitta bostirayotganimizda video qilib qo'yamiz.